Mana arachallar, tozalar akalar, dehqonlarda va haqiqiy dehqonchilik qo'ylar akalar. Urug'ni nomuradillari mana. Sizga eng zo'rlarini ilindim akalar. 30 ta odam ketadi aka, bittadan olganda ham. Metrajli qo'chqorlar mana, ikki tishlar 1 metrdan ekan jonivorlar. Bunaqasi kamdan kam akalar. Narxi bo'yicha ham, sifati bo'yicha ham hamma tomonlama akalar kamdan kam bo'ladi bunaqasi. Eng asosiy dehqonchilik mana 1 yil davomida boqilgan qo'chqorlar. Arashani tozalari mana. Assalomu alaykum hurmatli bozor olami kanali muxlislari, aka-ukalar, hurmatli chorvadorlar. Naslga sog'liqda zo'rini oldingiz. Qo'chqorda ham zo'rini olaman degan akalarimiz videoni oxirigacha ko'ring. Sizga savdogar emas, dehqonlarni qo'ylarni topib qo'ydim sizga. Bugun biz akalar Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Qorasuv shahridamiz akalar. Dehqon akalarimizni, ukalarimizni, qo'ralariga, xonadonlariga kelganmiz. Talasdan o'zlari olib kelishgan ekan, qo'ziligida, kichkinaligida. Xudo xolasa mana chiroyli qilib yetkazib qo'yishdi. Alloh barakasini bersin, olganga ham, sotganga ham. Qo'chqorlarimiz haqiqiy tozalardan, toza akalar, arashanlar. Xudo xolasa olib zot olaman deganlar, so'liqlarni zo'rini olgan akalarimizga dush tavsiya qilamiz. Quloq deysizmi, garbonoz, bo'y, ilik, poylari ham o'ta qalin, dumbaradrizlari hamma tomonlama kelishgan. Narxi ham akalar qulay. Bolasini olib turib borib, so'yib bersangiz ham borasiz, olgan narxingizdan qimmatga sotasiz, xudo xolasa. Shular syomka qilib beramiz. Qo'zilikdan endi kichikka chiqibdi, ichida bitta ikkita tish buzmagani ham bor ekan. Xudo xolasa hammasi shakka chiqqanlar akalar. 14 oy, 15 oylik urug'qa tayyor so'vigan qo'chqorlar. Sog'ligiga hamma tomonlama garantiyasi bor. Bugun hafta kuniga akalar yakshanba bo'ldimi bugun? Bugun yakshanba 26-iyul 2026-yil. O'zlari akalar Talasdan olib kelishgan ekan, o'sha yo'l ochiq paytda Talasdan 30 ta olib kelishgan ekan, mana urug'qa tayyor bo'lgan. Ichida bironta to'rchi yo'q. Qo'zisi bor ekan bitta ikkita, endi tish tashlaydi bu ham. Bir 15 kunda tish chiqaradi, asosan hammasi ikki tish. Kilolariga kelsak akalar 110 kilodan 120 kilogacha bo'lgan tirik vazndagi qo'chqorlar. Unaqa semirib ham ketmagan, arg'amat, xullas urug'qa sovutilgan tayyor. Dumbasi osilgani, nimasi yo'q qilay. Garbonoz, quloq, rangi hamma tomonlamaga zo'rlari. Shular syomka qilib beramiz. Laykni bosib, otangga rahmat yozib qo'yasizlar akalar. Ancha mehnat qilingan. Masalan biz bitta ikkita qo'chqor boqishim masalan qiyin-da. 30 ta qo'chqor bilan chiroyli qilib yetiltirishib, ham tanjoni ham o'ta sog'lom ekan. Mana qo'chqorlar qarang. Bo'ylariga keladigan bo'lsa, akalar kichkinasi ham akalar 90 dan balandda. 90 santimetrdan 1 metrgacha tortib qoladi oldi. 98, 97, 99 santimetrli qo'chqorlar. 30 ta soni bitta. Nuqson yo'q ekan, birontasini oyog'i qiyshiq, oyog'i baymog'i, bir grijasi bori yo'q. Hammasi akalar terilgan naslga qo'chqorlar. Shag'iga o'tingda burchagiga baqamdek qo'zg'ab turing. Sotiladi, optimga ham beriladi. Bitta ikkita oladigan ham xudo xolasa kelaverasizlar. O'sha Andijonda Qorasuv shahriga kelaverasizlar. Lokatsiya tashlab berishadi, nomerlar, ekrandagi nomerlar. Dehqonchilik akalar, g'ir dehqon. Narxini akalar qisqa va lo'nda qilamiz. Kelsangiz ustida savdolashadigan joyi bor, tirab olinmaydi. Ish qo'voziga ana shu nasl olaman degan sog'liqda zo'rini o'sha yiqqan akalarimizga yuragidan addush tavsiya qilinadi. Narxi optimga akalar o'zingiz aytavering deb akalarimizni gapga yo'g'roq ekanlar, o'shanga o'zim aytgan gaplarni sizlarga yetkazamiz. Narxini optimga hammasini bir joyga olganga $1200 aytishyapti. Kelishadigan joyi bor ekan. $1200 akalar optimga. Masalan, yarmini bo'lib olsangiz ham 15 tasi, 10 tasini tanlamasa shunday bo'lsangiz ham ketaverar ekan. Yana akalar kami ham bor. Endi ichidan tanlab bitta ikkita, endi hamma optim ololmaydi. Kimgadir ikkita kerak, kimgadir bitta kerak yoki kimdir qo'ni qo'shnisi bilan keladi, ikkita olib ketadi. Uni holatiga qarab o'sha $1000 dan boshlab $1500 gacha ichida qo'chqorlar bor. Ichida akalar ko'p akalar 1 metrdan o'tib ketadi. Hali bular sog'liq ko'rgan yo'q-da hali. Shu qo'ziligida, kichkina qo'ziligida keyin ekan, oxiriga ham bo'y yetmaydigan mahallada keyin ekan. Mana hozir akalar bu devordan o'tib ketadigan qo'chqorlar bo'libdi. Ko'z tegmasin, hammamizga nasib qilsin. Xullas akalar $1200 dan hammasini olganga xayri sunnati bor. Kelasiz, talashasiz, tortishasiz, ustida kelib qo'ydi ko'ring, sifatiga baho bering aka. Xudo xolasa kelsangiz, ustida kelishasiz. Mana Andijondagilarimiz o'zi olib qo'yadi. Andijondagilarimiz paddishga qilib layk bosib, otangga rahmat yozib qo'yasizlar. Mana qo'chqor boqqanga rahmat lekin. Tanlab olishga ichida endi $1000 ga ham bor, 1100 ga ham, 1200 ga ham bor, 1500 ga. Ular 1,5 gacha qo'chqor bor ekan. Tanlashingizga qarab uni ham kelishtirib berishadi. Birontasini bir nuqsoni xudo xolasa yo'q ekan. Endi tish to'ldiryapti akalar. Rasa
sovuqqa qo'shadigan mahalga keyin tayyor bo'lgan dumbalar qarang, mana bular 1 metr tortadi mana shular buni. Mana. Hammasi bir-biridan go'zal. Chot kelgan qo'chqorlar akalar. Addush tavsiya qilaman. Buni qo'ziydi mana shu. Ishlar orasini ochib qo'ygan. Ular dumbalar qarang mana. Bular hali sovuq ko'rsa yana ham kengayib, yana ham ves qo'shaveradi. Sovuqqa qo'shib turib ajratib yemlaydi. So'yib bersangiz ham bor, olgan pulingizdan qimmat sotasiz, ishoning. Nasrina zo'r. Qo'ylar jigari toza ekan. Rangi tiniq turibdi qo'ylarda. Hamma yo'q joyida ekan. Qo'ylar bellari, mana qarang. Oldi arqa bir xil, oyoqlarning orasi keng. Poylari ham qalin. Xudo xolasa urug'ga tayyor akalar qo'chqorlar. Gel bunisidan qarang. Xullas kelishasizlar akalar, tirab sotilmaydi. Qo'yni kelib ustida ko'ring, xudo xolasa kelishtirib berishadi. Optimum bo'lsa bitta ikkita oladiganlar ham telefon qilib kelaverasizlar. Bitta ikkitaga ham beriladi. Endi dastavkadan kelishasizlar. Texnika ko'p, uni kelishtirib ikki tomon kelishilgan holda ish bitadi akalar. Rovno 30 ta. Bitta bo'ri sveti bor ekan. Zo'r ekan lekin. Quloqlari ham akalar 20 dan chiqadi, xudo xolasa. Kallalari kattaligi quloq ko'rinmayapti, mana qo'ydi qarang. Mana shu xudo xolasa 98 chiqadi indamasdan. 1 metrga tortadi-da. Hammasi zo'r ekan lekin. Malades. Boqqanga rahmat. O'sha bitta ikkita oladiganlarga $1000 dan 1,5 minggacha tanlashingizga qarab akalar. Optimga 1200 dan aytishyapti. Kelasiz, ustida savdolashasiz aka. Yo'lida qilib beriladi. Yeb ichishdan nuqson yo'q. O'ta semirtirib ham olmagan, o'ta arriq ham emas. Sovutilgan aka, mana issiq hozir o'zi 40 gradusga yaqin bo'lyapti. Tashqarida olyapmiz, hansiragan yo'q qo'ylar. Bu yaxshi sovugandan dalolat. Yurib turgan qo'ylar ekan, tirnoqlari ham o'sib, hali ko'shib ketmagan tirnoqi ham. O'sha qo'y boqqan akalar bitta ko'rganda biladi. 2,5 mingga qo'y oladigan akalarga tashlab qo'yinglar mana aka. Xudo xolasa o'sha qo'ylardan kam emasdagilar zo'r ekan qo'ylar. Addush tavsiya qilaman. Xudo xolasa rahmat aytasiz keyin. Bolasini olib tashlab bersangiz, o'zimiz Telegramga qo'yib beraman, sotaverasiz. Aytyapman, yemlasangiz ham yaxshi pulga sotasiz bularni. Tayyorda qarang, u nimalar ham osilib qopti. Urug'ga tayyor yetilgan qo'chqorlar. O'sha avgustda qo'shish boshlanadi-yu. Iyulda mana avgustga ham yaqinlashib qoldik, biz tayyor bo'libdi-da. Bemalol 25 ta sog'lig'ingiz bo'lsa, bitta qo'chqor olib qo'shsangiz bo'laveradi. 25 ta 30 taga bemalol bittasi yetadi. Gap yo'q. Olib foydalanaman degan akalar ham olsangiz bo'laveradi-da. Qo'ylar sifati zo'r ekan. Xudo xolasa meni fikrimda shu sovuqqa qo'shilsa 1 metrdan o'tib ketadi. Qo'ylar zo'r o'sib olganda qo'ylar. Keragicha o'sgan, yana ham ular o'sadi, yo'g'onlashadi. Sovuq ko'rgandan keyin. Narxi shu akalar. Xudo xolasa telefon qiling, ishingiz bitadi. Qo'y yoqqan bo'lsa bo'ldi. Kelib ko'ring ustida va videoda katta qo'y, kichkina qo'y, katta ko'rgan. Lekin bular katta qo'ylar akalar. Bo'ylari zo'r o'sib bergan qo'ylar. Nasib qilsin ilohim hammamizga. Hammasi bir-biridan chiroyli. Bir kaltasi, xunigi, dumbasi. Xullas akalar, buning ichida kaltasi, dumbasi osilgan, xunigi yo'q ekan. Hammasi eng zo'ri. Jonivorlar qarang, mana issiqdan o'ynashni qarang mana. Bundan ortiq bo'lmasa kerak aka. Yur. Yur. Mana 30 ta aka. Bittadan olganda ham 30 ta odam ketadi, xudo xolasa. Kelishtirib berishadi akalar. Aytilgan narxlar muhim emas. Qo'ylar yoqsin, birinchi yuragi jizdisa bo'ldi, qolgani bitadi akalar. Kelishtirib berishadi. Menga qo'ylar yoqdi. Addushni obunachilarimga tavsiya qilaman. Olib qo'shing mana. Narxi ham zo'r aka. Unaqa uning qulog'ini qarang. Mana shu qo'chqor ham zo'r ekan mana. Buni qarang. Qulog'ini qarang. Voydat degan ekan mana shu. Tanlashingizga qarab yo'lda qilib beradi mana. Mana shunisi qo'lga yaqin qo'y qo'chqor ekan. Tish buzmagan mana shu. Endi tishlar orasini ochibdi. Qo'zi. 1200 dan xudo xolasa kelaverasizlar, o'tib berishadi akalar. Xayri bor ekan-ku. Murosaga yuradigan akalar ekan. Kelaverasizlar. Tanlab olsangiz endi $1000 dan 1,5 minggacha deyishyapti. Uni ham kelishtirib berishadi. Sog' bo'lasizlar akalar, like bosib ketkizgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Poddeshka qilamiz, andijonlik akalar, Qorasulish akalarimiz poddeshka qiladi. Qo'chqorlar zo'r o'ynaqlashni qarang. 40 gradus issiqda yuguryapti, qarang. O'ynaqlab, gap yo'q. Hammamizga nasib qilsin akalar. Salomat bo'lasizlar. Mashallah. Zo'r ekan qo'chqorlar.